Kuni kecha davlatimiz rahbari yurtimizning eng ilg'or, shijoatli, iqtidorli yoshlari bilan uchrashuv tashkil qildi. Uchrashuv hayajonli lahzalarga boy bo'ldi. Ayniqsa 4-sinf o'quvchisi Xorazmlik Rayimboyev Otamurod davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevga Komiljon Otaniyoz ijodidan qo'shiq kuylab berdi. Yurakdan aytilgan har bir nota, samimiy ijro va bolalarcha pok tuyg'ular zalni to'lqinlantirdi. Bu nafaqat iste'dod, balki milliy san'atimizga bo'lgan hurmat va muhabbatning yorqin namunasidir. Otamurodning jasorati va mahorati barchaga ilhom bo'ldi. Yoshlarimiz shunday iste'dodli va dadil ekanidan faxrlanamiz. Bor bo'ling, ey Otamurod. Qaytgancha doiradan uzoqlashmang.